Xitayni urushqa qistaydigan narsa zodi nima? Soğuq urush allaqachon boshlanib bo'ldi. Navbatdagi masala Washington Beijingning so'g'uq urushni ulg'aytish planini to'siy olamdi yo'q. Atlantik jurnali Michael Beckley bilan Hal Brandes. Xitoy prezidenti Xi Jinping bu yil 7 oyda Xitoyning taraqqiyotiga to'sqinlik qilganlarni uzun sepilning qattiq temiga uskandek beshini qoniga melaydi deb ogohlantirdi. Xitoy Xalq Ozodlik armiyasining dengiz armiyasi 2 Dünya urushidan buyon ko'rilmagan tez sur'atda paraxodlarni ishlab chiqaryotdi. Tayvan va boshqa qo'shni davlatlarga to'xtamay og'ir tahdid silyotdi. Amerika Pentagonning yuqori darajalik amaldorlari Xitoyning mushu 10 yil ichidagi ma'lum bir paytda Tayvan bo'g'izi yoki boshqa jug'rafiyalik siyosiy qiziq nuqtalarda harbiy to'qinish paydo qilganligini ogohlantirdi. Washingtondagi tahlilchilar va amaldorlar Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi ziddiyat kunsari keskinlashayotganligi va darajadan tashqari ikki cho'ng davlat xavf-xatarlik ishlari ustida o'zaro hamkorlashmasdan balki yana bir qatim to'qinish hosil qilishdan andisha qilmoqda. Amerika prezidenti Joe Biden Amerikaning yangi so'g'uq urushni izlamaydiganligini jakarlagan bo'lsa-mu, biroq bu Amerika Xitoy munosabati to'g'risidagi bir xato ko'z qarashdir. Amerikaning Beijing bilan bo'lgan so'g'uq urushi allaqachon boshlanib bo'lgan. Endi so'rashga tegishli to'g'ri savol shuki, Amerika Xitoyning navbatdagi so'g'uq urushini kuchaytirayotgan harakatlarini zoti to'siy olamdi. Yo'qotib qo'ygan zaminni asliga keltirishda Beijingning g'oyasi ajoyib ustun. U Tayvanni cho'ng qurug'liq bilan birlikka keltirish, sharqiy va janubiy Xitoy dengizini Xitoyning orqa ko'liga aylantirib, shu rayonni kontrol qilib olib, yer shari bo'yicha bir zo'r kuchga aylanish uchun keskin qadam bosmoqda. Shu orqali 1911-yili yimirilgan Chin imperiyasini qaytadan gavlantirishga tirishmoqda. Biroq Xitoy bargan sari qo'rshovga ilinib, nurg'un taraflarda bargan sari kuchayotgan qarshilikqa duch kelyotdi. Xuddi o'tmishdagi Chinning yimirilishiga sabab bo'lgan bir xil vaziyat qaytadan shakllanyotdi. 1949-yili Xitoy Xalq Cumhuriyati qurilgandan buyangi tarix xotiralari nihoyat aniq. Geosiyosiy manfaatiga qarta borgan sari kuchayotgan tahdidga duch kelganda Beijing boshqalarning oldi bilan hujum qilishni saqlamaydi, balki favqulodda afzallikka erishish uchun oldi bilan boshqalarga o'q otadi. 1950-yildagi Koreya urushi va 1979-yili Vyetnam urushi qatorliq to'qinishlarda Xitoy har qatimqi kuch ishlatishni sirtqa qartilgan dars o'tish mashqi deb qaragan. U boshqalarga dars berish uchun nihoyat zo'r chiqim qilib oldin ola tanlab olgan ma'lum bir dushman bilan cho'ng urush qilishga rozi bo'ladi. Shu orqali urushni kuzatib turayotgan boshqa davlatlarga dars beradi. Bugungi kunda Beijing bir qancha rayonlarda shundoq tajovuzchilik harakatni tang elib berishni o'ylashayotgan bo'lishi mumkin. O'q etish boshlangandan keyinla urushning kuchayib ketish ehtimoli bek cho'ng bo'ladi. Nurg'ulg'an olimlar Beijingning qachon va qanday sababdan harbiy kuch ishlatadiganligi to'g'risida tadqiqot olib bordi. Ularning ko'pinchisi tuvandikiga o'xshash yakun chiqardi. Xitoy kelgusiga ishonch tiklagan vaqtda emas, balki dushmanlarining yiqilishayotganligidan ansirganda boshqalarga hujum qilishni boshlaydi. Kolumbiya Universiteti Xitoy va dunyo programmasining mudiri Thomas Christensen yozgandek, Xitoy kompartiyasi o'zining zaminiy va yaqin qo'shinlarini qo'g'dashda ojiz kelganligini his qilganda yoki talash tortishdagi rayonlarga bo'lgan kontrolligini mustahkamlashtirish fursatining yo'qolish oldida turganligini his qilganda jazman urush boshlaydi. Bu andiza Xitoyning raqibining kuchli bo'lishidan qat'iy nazar zoti o'zgarmaydi. Amaliyotda Beijing hamisha Amerikani o'z ichiga olgan, o'zining xilli kuchli dushmanlariga hujum qilib, son jihatdan dushmanini ojizlashtirib, ularni Xitoy talab qilgan yoki sazgur ko'rgan boshqa rayondan chekindirib o'tgan. Buning misollari nihoyat ko'p.
Мәсәлән, 1950 yili qurilgan Xitoy Xalq Cumhuriyeti necha 10 yil davomlashgan ichki urushi va Yaponiyaning vayron qilishidan keyin qurilishiga texi 1 yil bo'lmagan iqtisodiy nihoyatda nomrod bir davlat edi. Shundaqdimi u Amerikaning Koreyani bo'ysundirib, uni Xitoyga hujum qilish bazasi qilib olishidan ansirab, Koreyada olg'a ilgarilayotgan Amerika armiyasining oldiga sakrab chiqdi. Nəticədə kengaytirilgan Koreya urushida Xitoy 1 millionga yaqin askarni talafotga uchratdi. Yadro quroldan o'ch ilinish xavfiga duch keldi va bir avlod Xitoy xalqi uzun davomlashgan iqtisodiy jazoga uchirdi. Shundaqdimi ta bugunga qadar Beijing Koreya urushiga qatnashganligini o'z vataniga qartilgan tahdidning oldini olgan shonli g'alaba deb keng ko'lamda tabriklab kelyotidi. 1962 yili Xitoy Ozodlik armiyasi Hindiston armiyasiga hujum qilgan. Chunki ular Himalaya tog'idagi Xitoy talab qilgan territoriyada qarovulxona qurgan. Texmi cho'nqurroq sabab shuki, Xitoy Kommunist partiyasi o'zining Hindiston, Amerika, Sovet ittifoqi va Xitoy millatchilari tarafidan qo'shilishdan ansirgan. Chunki ularning hammasi Xitoyga yaqin joyda bir qancha yil harbiy kuchini ko'paytgan. 10 yildan keyin qarshilashishni mag'lub qilish tirishchiligining bir qismi sifatida Moskvaning zarba berish tizimligida bo'lishdan ansirab, Xitoy armiyasi Sovet ittifoqining Ussuri daryo bo'yini qurshovga ilib, yadro urushiga yana bir qatim xatar ilib keladigan e'lon qilinmagan 7 oylik to'qinishni davom surgan. 70-yillarning oxirida Beijing Vyetnam bilan urush ilib bordi. Ayni vaqtdagi Xitoy Kommunist partiyasining rahbari Deng Xiaoping urushning maqsadini Vyetnamning Sovet ittifoqi qo'shinini qabul qilib, Xitoyning birdan-bir ittifoqdoshi bo'lgan Kambodjaga besib kirganligi uchun Vyetnamga bir dars berish ekanligini tilga oldi. Deng Xitoyning qo'rshavda qilishdan va vaqtning o'tishiga ergishib, ahvolning texmo nacharlashib ketishidan bak ansirgan. 50 yillardan 90 yillargacha Xitoy Tayvan oroli va territoriyasiga zambirak yoki boshqarilgan bomba etib 3 qitim urush qo'zg'ashga tasliq qilgan. 1954 yildan 55 yilgacha, 1958 yili va 1995-1996 yillari. Xitoyning har qatim urush boshlashdagi maqsadi Tayvanning Amerika bilan texmo quyuq munosabat bog'lishi yoki Xitoydan mustaqilligini jakarlashidan ansirab uni to'sish edi. Aniq qilib aytganda, har qatimki urush qarorining sababi murakkabdir. Davlat ichki siyosati, hattoki ma'lum rahbarning mijoz xulqini o'z ichiga olgan omillarmi Xitoyning urush tanlashini belgilaydi. Shundaqdimi umumiy harakat andizasi izchillashgan. Beijing davlat zeminining kontrol qilish huquqidan mangulik ayrilish xavfini sezib qolsa, zo'ravonlik harakatga o'tadi. U boshqalarni qo'rqitish uchun talvolgan yakka dushmanga hujum qilishga bek moyil. Shundaqla Xitoy urushdan burun asosan ogohlantirish bermaydi. Boshqalarning dastlabda zarba berishini saqlamaydi. O'tganki necha 10 yildan beri bu xil boshda hujum qilish va tuyuqsiz hujum qilish andizasi to'xtab qolganda ko'rinadi. Beijingning harbiy kuchi 1979 yildan boshlab cho'ng urushga qatnashmadi. 1988 yili Xitoyning qo'g'dug'uchi paraxod atirti Sipratil orolida yuz bergan to'qinishda 64 nafar Vyetnamlik matrosni etib tashlagan bo'lsa-mu, shuningdan boshlab cho'ng ko'lamdagi chet elliklarga o'q chiqarib boqmagan edi. Xitoy rahbarlari hamisha o'z davlatini tinch holatdagi birdan-bir cho'ng kuch deb tasvirlab keldi. Qaramaqa Xitoyning vaziyati boshqalarga shundoqdek ko'rinadi. Ammo o'tganki bir qancha 10 yil ichida Xitoy tarixida zo'r o'zgarish paydo bo'lib, Xitoy taraqqiylangan iqtisodini ko'z-ko'z qilish orqali dunyodagi ta'sirini kengaytdi va raqiblarining e'tibor qilishini qo'lga keltirdi. 1 milliard 300 million xalqi iqtisodiy o'sishdagi tez sur'ati va cho'ng tijoratlarni kontrol qiladigan huquqdor hukumat orqali Xitoy sal qarashga mumkin emas iste'mol bozoriga aylandi. Shundaqla töven maoshliq ishlab chiqarish kuch ta'minlaydigan cho'ng bazaga aylandi. Shu sababdan boshqa davlatlar kayni-kayndan Beijingga yiqilishga boshladi. 1997 yili Angliya Hong Kongni Xitoyga qaytarib berdi.
1999 Portugal Macav'ni ötküzüp berdi. 1991 yilidan 2019 yilgacha jami 6 davlat Xitoy bilan bo'lgan zimin mojarosini hal qildi. 20 necha davlat Tayvan bilan bo'lgan diplomatik munosabatni o'zib, Beijing bilan bo'lgan munosabatni muqimlashtirdi. Xitoy bir pay o'q atmasdan o'zining manfaatini ilgari surdi. Xuddi Deng Xiaoping aytgandek, Xitoy o'z iqtidorini yushirib, vaqtni ching tutib keldi. U kunlar o'tib ketdi. Xitoy Kompartiyasining xalqarалық ta'sir kuchining motori bo'lgan Xitoy iqtisodi 2007 yildan 2019 yilgacha buzilishga boshladi. Iqtisod o'sish nisbati 50% dan ko'proq tuvanladi. Ishlab chiqarish unum qiymati 10% dan ko'proq tuvanladi. Umumiy qarz 8 hassa oshdi. Koronavirusning tarqalishi iqtisodni texmo tuvanlatib, Beijingning moliyasini qizil raqamga texmo cho'nqurlashtiribdi. Bularning ustiga Xitoyning nufusi haddidan tashqari tez suratda qayirmoqda. 2020 yildan 2035 yilgacha Xitoy 70 million xizmat qilish yeshidagi puhrasini yo'qotib, 130 million yashanganlarni beqishga majbur bo'ladi. Yaqindan buyon xalqaro davlatlar Xitoy bozoriga burunqidek qiziqmaydigan bo'lib qoldi. Uning majburlash iqtidori va tajovuzchilik harakatlaridan ko'proq andish qiladigan bo'ldi. Xi Jinpingning majburiy holda birlashtirishga urinishdan ansirab, Tayvan Amerika bilan bo'lgan aloqasini kuchaytirib, mudofaa ishlarini asliga keltirdi. Taxminan 10 yil mobaynida Yaponiya sovuq munosabatlar urushidan buyonqi eng cho'ng harbiy kuchni qurishga tirishib keldi. Hokimiyat so'rayotgan Liberal Demokratlar partiyasi hozir Yaponiya mudofaa chiqimini bir hassa qatlashni muzokara qilyotidi. Hindiston Xitoy chegarasi va muhim dengiz yo'liga yaqin joyda kuch to'playotidi. Vyetnam va Indoneziya havo, dengiz armiyasi va dengiz qirg'oqini qo'g'dash qismlarini kengaytirdi. Avstraliya Shimoliy dengiz qirg'oqini Amerika armiyasiga echiyotidi. Hamda Iroq musofirlik boshqariladigan bomba va yadro energiyasi bilan hujum qiladigan suv osti paraxoti yasayotidi. Fransiya, Germaniya va Angliya Hindi Tinch okean rayoniga urush paraxotlarini avatmoqda. 10 necha davlat Xitoyni ta'minlash zanjiridan uzmoqchi bo'lyotidi. Quad va AUKUS qatorliq Xitoyga qarshi ittifoqdoshlar ko'payotidi. Dünya miqyosida ilib berilgan ray sinash natijasi shuni aniq bildirdiki, Xitoydan qo'rqish va uningga ishonmaslik sovuq munosabatlar urushidan keyingi eng yuqori pallaga yetgan. Bularning hammasi kishini andishiga soladigan bir savolni keltirib chiqadi. Ya'ni, agar Beijing o'zining kengaytish muddaosiga oson yo'l bilan erishish ehtimolining ojizlayotganligini bayqasa, texmo eg'ir zo'ravonlik usullarini qo'llanishga boshlamdi yo'q. Xitoy allaqachon bu yo'nalishga qarab ilgarilamoqda. U o'zining dengiz armiyasi, mohiyatda oshkorlanmagan dengiz armiyasi, dengiz qirg'oqini qo'g'dash qo'shini va boshqa kulrang rayondagi aniqlanmagan mulkini ishiltib, G'arbiy Tinch okeandagi ojiz raqiblarga zo'migarlik qilyotidi. Xi Jinping hukumati 2020 yili talash tartish bo'layotgan Xitoy-Hindiston chegarasida Hindiston bilan qonliq jadalni qo'zg'adi. Xabarlarga qaraganda, Yangi Dehli Washington bilan texmo yaqinlashmoqchi bo'lib yetibdi. Beijingning texmo ko'p ilgirlash maqsadi bor albatta. Xitoy Kompartiyasi 30 yil ichida 3 trillion dollar xarjlab, qo'shni davlatlarni mag'lub qilish va Amerikaning kuchini qaymoqtirish uchun loyihalangan zo'r armiyani qurib chiqdi. Uning yana bir muddaosi Xitoy taraqqiyot sur'atining ostilanishi va boshqalarning qo'rshilishda qolgandan boshqa, u eng muhim deb qaraydigan zamin egallash fursatidan quruq qolganligini bayqab qoldi. Xitoyning geosiyosiy maqsadi bir sir emas. Xitoyning burunqi boshliqlariga o'xshash, Xi Jinpingmi Xitoyni dastlabda Osiyo bo'yicha, kelgusida dunyo bo'yicha eng qudratli davlatga aylantirishni o'ylab keldi. U Xitoyning xo'rlangan asri 1839 yildan 1949 yillarda qo'ldan ketkizib qo'ygan muhim rayonlar va dengiz yo'llarini kontrol qilishni xohlaydi. Ayni vaqtda Xitoy mustamlika kuchlar tarafidan parchalanib ketgan edi. Mazkur rayonlar Hong Kong, Tayvan va Hindiston o'ziga tava deb kelayotgan zaminning bir qismi, Sharqiy va Janubiy dengizning taxminan 80%ni o'z ichiga oladi.
Xitoy G'arbiy Tinch okeanidagi cho'ng kichik orollarni intayin muhim deb qaraydi. Tayvan Washington bilan bo'lgan aloqasi quyuq bo'lgan Osiyoning markazidagi raqobatchisi, demokratik Xitoy hukumatining o'rni. Xitoy sodasining ko'pincha qismi sharqiy va janubiy dengizdan o'tadi. Xitoyning bu rayondagi asosli qarshilashquchilari bo'lgan Yaponiya, Tayvan, Filippin, Amerika ittifoqdoshlari va sheriklarining strategik zanjirining bir qismi bo'lib, ularning zimini Beyjingning Tinch okeanining cho'nqur suvlariga kirishini to'suydi. Xitoy Kompartiyasi bu rayonlarni qayta egdarchilik qilishda qonuniy huquqi bor deb bildirlab, Xitoy xalqi orasida kaskin qaytadan shakllangan millatchilikni yetildirdi. Maktab o'quvchilari Xitoyning xo'rliq tarixini tadqiq qiladi. Davlat bayramida Xitoy zeminining chet elliklar o'g'irlaganligini xotirlaydi. Nurg'un fuqarolarga nisbatan aytganda, Xitoyni qaytadan bir butun gavda qilish xuddi strategik majburiyatga o'xshashla hissiyot bo'lib, murassa qilishga qat'iy bo'lmaydi. Shi Jinping ayni vaqtdagi Amerika davlat mudofaa ministri James Mattisqa mundaq degan: "Biz ajdodlarimiz qoldirib ketgan zaminning 1 santimetrini yo'qotib qo'ya olmaymiz." Tayvanni birlashtirish masalasi Xitoyni qistavotgan eng og'ir ish. Tinchlikda birlikka keltirish mumkin bo'lmaydigan holatga tushib qoldi. 2021 yili 8-oyda Tayvanliklarning 68% o'zini Xitoy emas, faqat Tayvanlik deb aniqlagan. 95%dan ko'pragi bu orolning egilik huquqini saqlab qolishni yoki mustaqillikni jakarlashni tanlabdi. Xitoy hayotiy kuchga ega harbiy tanlashlarni saqlab qoldi. Chunki uning boshqariladigan bombasi Tayvanning havo armiyasi va Amerikaning Okinavadagi bazalarni tuyuqsiz hujum qilib, muvaffaqiyatli tajovuz qilishga yo'l ochadi. Ammo Tayvan va Amerika hozir bu tahdidni tunib yetdi. Prezident Bayden yaqinda Amerikaning Tayvanni shartsiz holda Xitoyning hujumidan qo'g'dash uchun kurash qilganligini bayon qildi. Washington 2030-yillarning beshida Osiyo Tinch okeanidagi kuchlarni mustahkamlashtirish, tarqoqlashtirish va kengaytirishni planlayotdi. Tayvanmu mushuningga o'xshash vaqt ichida mudofaa strategiyasini yo'lga qo'yib, paraxodga qarshi boshqarilgan bomba va ko'chma havo mudofaasi qatorliq arzon ko'p iqtidorlarni ishlatib, orolning yerilishi ajoyib qattiq yong'oqqa aylantirdi. Bu Xitoyning hozirdan boshlab 10 yil oxirigacha eng yaxshi fursatga erishdiganligidan darak berdi. Darvaqa harbiy tamponliq 2020-yillarning oxirida Beyjingning manfaatiga vaqtliq o'zgardi. Ayni vaqtda nurg'unlagan qeyrib ketgan Amerika paraxodlari, suv osti paraxodi va aeroplanlari pensiyaga chiqishi kerak. Bu 5 burjaklik binoning sobiq amaldori David Ochmanikning aytganidek, Amerika kuchlik xatar to'qinishida ishikini uningga topshirib berishning xavfiga duch keladigan vaqt. Agar Jungo hujum qilsa, Washington kaskinlashish yoki Tayvanning bo'ysundirilishini ko'rish o'rtasidagi tanlashga duch kelishi mumkin. Sharqiy dengizda bunda qiyinchiliklar texmo ko'p. Jungo bir necha yil vaqt sarf qilib quruqliq armiyasi qurdi. Dengiz armiyasining tonisining tangponligi hozir Beyjingni yaxshi ko'rdi. U talash tartishdagi Senkaku orolini cho'rdigan suvga doim yaxshi qurollangan dengiz qirg'ig'i muhofazat paraxodini evatib, Yaponiyaning u yerdagi kontrolligini ojizlashtiryotdi. Ammo Tokio yiroq musobaqaliq paraxodga qarshi boshqarilgan bomba bilan qurollangan o'g'irliqcha kurashchi aeroplanlarning suyuqlantirilgan paraxodlarni aviamatkaga aylantirish orqali strategik afzallikka erishishni planlagan. U yana Sharqiy Jungo dengizining uzunligini uzartirgan Ryukyu orolini bo'ylab boshqarilgan bomba qo'yib berish va suv osti paraxodini tezish orqali jo'grafiyani afzallikka ega qilyotdi. Shuning bilan bir vaqtda Amerika-Yaponiya ittifoqi Yaponiyaning qayta tashkillanishiga to'salg'i bo'lgandan keyin kuch ko'paytkichiga aylanmoqda. Tokio o'zining asosiy qonunini qaytadan sharhlab, Amerika-Yapon qismlarining Amerika dengiz armiyasi paraxodi va aeroplani bilan Yaponiya F-35 tipli kurashchi aeroplanlar doim harakat qilganligini bildirdi. Amerikalik paraxodlardan uchib o'tdi.
Amerika və Yaponiya əməldarları hazır özlərinin Cungoның təcavüzçiliğə qarşı qandaq cavab qaytarılğanlığı toğrusida qararlıq məsləhət beridi və bu həmkarlıqni aşkara təşviq qılıdı. Köp yıllardan buyan Xitay strategichileri Yaponiyani haqoratlaydigan, Washington bilan bo'lgan ittifoqdoshligini buzadigan va rayondagi boshqa davlatlarga dars bo'ladigan qisqa ham chaqqon urush qilish haqida xulosalarni chiqardi. Masalan, Beijing Sinkakusga parashyut alohida qismlarini qo'ndiralaydi. Çoğun deniz rayonunun egidorchiligini qo'lga keltiralaydi va paraxod suv osti paraxodi, urush aeroplani va uchquchisiz aeroplanni o'rinlashtirish orqali bu xitobnomani qo'g'dab ketalaydi degandek yakunlarni chiqardi. Bularning hammasi yuzlagan yapon qismlariga qartilgan an'anaviy boshqarilgan bomba qo'llaydi. Yapon qismlariga qartilgan, hatto Yaponiyadagi nishonlar. Tokyo buningdan keyin ya Jungoning kamtuk hamrohini qabul qilishi yoki bu orollarni qaytarib olish uchun qiyin va qonliq harbiy harakat qo'zg'ishi kerak. Amerikamo chekinish va bergan va'daga hurmat qilish 2014-yili va 2021-yili Yaponiyaning Sinkakusni qo'g'dashga yordam berish uchun tanlashi kerak. Chekinish Amerika-Yaponiya ittifoqining ishonchligini yo'qotish mumkin. Dağlıq aqıllar ambiri tərəfindən elib verilən qarşılıq göstəriş, uruş oyunları nəhayət tezla rayon xarakterlik çoğun uruşni keltirib çıxardığan tezlikdə kəskinləşini keltirib çıxardı. Cənubi dəniz toğurluqçu bu yerdə Xitay aciz qoşunlarını bozak etişqə adətləngan. Şundaqdımı Xitayğa qarta qarşılıq küçüyüvatıdı. Vietnam hərəkətcan başqurulduğan bomba, su asti paraxoti, küreşçi aeroplan və deniz paraxotini toplavatıdı. Bular Xitay armiyasının deniz qırğaqlarının 200 İngiliz mili dairəsində hərəkət qilish üçün zor qiyinçilik keltirib çıxıdı. Indoneziyamu müdafiə rəsxotini örüldatıdı. 2020 yılı 20% örlətdi. 2021 yılı yana 16% örləydi. Hətta Prezident Rodrigo Duterte'nin vazife öteş müddetinin köp kısmında Beijing'ni sotlagan Filippinmo hava ve deniz çarlaşını küçeytip Amerika bilen harbiy manevr elip bardı. Ve Hindistan'dan sayahat paraxotu setevilişini planladı. Şunun bilen bir vakitte Amerika, Yaponiya, Hindistan, Avustraliya, Angliya, Fransiya və Germaniya taşqı güclərinin güclük birləşməsi Xitayning təşəbbüsünü tanlaş üçün deniz yolu erkinligini manevrni elib barmaqda. Beijingning nuqta nazardan aytganda vaziyat dars o'tishga tegishli bir payt yetib kelyapti. Eng yaxshi nishon Filippin bo'lishi mumkin. 2016-yılı Manila Мәңгүлек kesim soti Xitayning Janubiy dengizga bo'lgan talabiga jang e'lon qilib sotda g'alaba qozondi. Beijing fursatni ching tutib, o'zining tashabbusini qaytadan o'tirib qo'yishi va Sharqiy Janubiy Osiyodagi boshqa davlatlarni Filippin qismlarini yolg'iz, mas'uliyatsiz Janubiy dengiz qorovulxonasidan chiqarib tashlab, Xitoyning g'azabini qo'zg'aydi. Bu yerda yana Washingtonning bir qancha yaxshi tanlashi bor. U o'rnidan turib, Xitoyning irodasini Janubiy dengiz va uning atrofidagi davlatlarga yuklashiga unumli yo'l qo'ydi yoki ittifoqdashini qo'g'dash uchun texmi cho'ng urush xavfiga duch kelishi mumkin. Qo'rqinchli 2020-yillarga tayyorlik qilish, Xitoyning yo'qotib qo'ygan zaminni qayta egallab olish va uning olg'a ilgarilishini tekshirmoqchi bo'lgan ittifoqni parchalashga kuchlik ilhom berilgan mezgil. Beijing g'oyat zo'r territoriyani nishon qildi. Shundaqla u xatarlikni his qilganda oldi bilan zarba berish va qattiq zarba berishni ta'kidlaydigan strategik planni tuzib chiqdi. Uning bu 10 yildan eshib ketmasligi mumkin bo'lgan harbiy afzalligi isrof qilinib ketish ehtimoli bor. Bu xil harakatlantirgich kuch Xitoyni ilgari urushga yetakladi, hozirmi yana shunday qilishi mumkin. Agar to'qinish yuz bersa, Amerika amaldorlari uning qanday oxirlashganligiga sal qarmasligi kerak. Xitoyning G'arbiy Tinch okeanidagi tajovuzchiligini bostirish yoki o'zgartirish zo'r kuch ishlatishni talab qilish mumkin. Hokimiyat tutayotgan Xitoy Kommunist partiyasi o'zining davlat ishidagi qonunligini hamisha esda saqlaydi.
Dastlabki maqsadga yetolmasimi, mag'lubiyatni e'tirof qilish xolamaydi. Tarixda çoğ dövlətlər o'rtasidagi zamonaviy urush odatda uzun davomlashgan. Bularning hammasi Amerika Xitoy urushining ajoyib xatarlik bo'lganligiga darak berdi. Urushning natijasini qiyos qilishning tasligi urushning keng ko'lamda kengayib ketish mumkinchiligini bildirdi. Amerika va uning do'stlari Xitoy Xalq Cumhuriyatini to'sish uchun tadbir qo'llana Мәсәлән, qurol yaraq setib olishni tezlatish va Tayvan bo'g'izi, Sharqiy va Janubiy Xitoy dengizidagi harbiy mulklarni oldin o'rinlashtirish qatorliq tirishchiliklar orqali o'zining quvvatli kuchini namoyon qilib, Xitoyning Amerikaga teng kelolmaydiganligini kafolat qilish lozim. Tuyuqsiz hujum orqali Amerikaning jang qilish kuchini oson yengolmaydiganligini Xitoyga bildirish lozim. Şunun bilan bir vaqtda Xitoyning tajovuzchiligiga taqobil turish uchun Yaponiya, Avstraliya, hatto Hindiston va Angliyani o'z ichiga olgan ko'p taraflik planlarni temkinlik bilan mustahkamlash orqali Beijingga bundoq tajovuzchilikning qanchalik qimmat to'xtaydiganligini his qildirish lozim. Agar Beijing urushda oson yoki arzon g'alaba qila olmaydiganligini tushunadigan bo'lsa, urushni boshlashdan burun bir qadar ehtiyotchan bo'lishi mumkin. Bu bosqichlarning ko'pinchisi texnika jihatdan aytganda qiyin emas. Ular hozir mavjud bo'lgan iqtidorimizdan foydalanadi. Shundaqdimi ular aqliy jihatdagi o'zgarishni talab qiladi. Amerika va uning ittifoqdoshlari Xitoyning harbiy hujum yurgizish fursatini tezdan to'sash kerakligini tunib yetishi kerak. Ya'ni urush 2035-yili emas, balki 2025-yili boshlanadiganligiga tayyorlik qilish deganlik. Bunun üçün hazırga qadar kemçil bo'lgan siyosiy iroda va taxirsizlik talab qilinadi. Xitoyning tarixidagi ogohlantirish alomatlari allaqachon qizib ketdi. Darvaqa Xitoyning nima uchun va qandoq ahvol ostida urush qo'zg'aydiganligini inchikilab tahlil qilish, Amerika va boshqa davlatlar qanchalik tez vaqt ichida Beijingning yo'lini to'sash kerakligini tushunishning bir ochqichidir. Uyg'urchaga tarjim qilguvchi Tug'luq Abdurazzoq.